Omegani semirtiradi deb kim aytdi? Omega semirtirmasligini sizga isbotlab beraman. Inson organizmida 3 xil yog'lar mavjud: to'yingan, trans yog'lar hamda to'yinmagan yog'lar. To'yingan yog'larga oq go'shtlar, dumba, charvalar kiradi. Trans yog'larga esa fast foodlar, har xil qadoqlangan shirinliklar kiradi. To'yinmagan yog'larga aynan omega 3 hisoblanadi. Bu inson organizmidagi zararli trans yog'larni o'zi bilan olib chiqib ketadi. Endi shunda siz semirasizmi? Omegani homilador hamda emizikli yosh bolalar iste'mol qilishi mumkinmi? Homilador onalar omega iste'mol qilishi farzandini aqliy faoliyatini ham yaxshi bo'lishiga olib keladi. Omegani yosh bolalarga necha yoshdan keyin tavsiya qilasiz deyishadi. 2 yoshdan keyin tavsiya qilinadi, albatta sutdan chiqqandan keyin.